Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun yo'silar mavzusi bo'yicha gaplashamiz. Ya'ni yo'sil qirqo'g'im qirqquloq, ya'ni sporali o'simliklarni asosan ko'payish sikli haqida gaplashamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar kitobda bor. Demak, yo'sillar yuksak o'simliklarning tugani hisoblanadi. Demak, yo'sil. Nima uchun yo'sil yuksak o'simliklarning tugani hisoblanadi? Yo'sillarda ildiz yo'q. İldizini yo'qligi va o'tkazuvchi sistemasining yo'qligi bilan o'tkazuvchi sistema yo'q. Yuksak o'simliklarni tugani bo'ladi. Ya'ni ildizi va o'tkazuv sistemasining yo'qligi bilan yo'sillar yuksak o'simliklarni tugani hisoblanadi. Yo'sillar kelib urg'ochlik va erkaklik jinsiy organlari shakllanadi. Bizda arxigoniy bu urg'ochlik jinsiy organi bo'ladi. Anteridik bu erkaklik jinsiy organi hisoblanadi. Yo'sillar ingichka poyali, bunaqa yo'silni ingichka poyali, ildiz yo'q bo'lganligi sababli bularda ildiz vazifasini rizoid bajaradi. Aynan rizoid ildiz vazifasini bajaradi. Rizoid nimasini bajaradi? Ildizga o'xshash bo'lib, aynan bu substratga yopishtirib turish vazifasini bajaradi xolos. Inchi poyasida bunaqa yo'sillarda ketma-ket navbat bilan barglari joylashgan bo'ladi. Bir qavat hujayralar tashkilotga barglari joylashadi. Va bu qismlarda bizda arxigoniy va anteridiylar joylashadi. Arxigoniy va anteridiylar joylashadi. Ular bu arxigoniy, anteridiylar. Bunisi anteriorga boramiz. Xo'p, arxigoniy bu urg'ochlik jinsiy organi bo'lib, unda faqatgina bitta tuxum hujayra yetadi. Erkaklik jinsiy organi bo'lgan anteriorda ko'p miqdorda ikki xilchili spermatozoidlar yetadi. Ya'ni bularni taraf ko'rinishda olamiz. O'ng'aylik sxematik ko'rinishda quyidagicha shaklda olsak. Mana bu arxigoniy. Bunisi anterior. Arxigoniyda bu hujayra yetiladi. Anteriorda ikki xilchili spermatozoidlar yetiladi. Yo'sil qirqquloqlarda urug'lanish suvli muhitda amalga oshadi. Ya'ni yomg'ir yoqqanda yoki suv bosganda mana bu yetilgan spermatozoidlar suv orqali chiqib, borib tuxum hujayralarini urug'latadi. Urug'langan tuxum hujayralardan bizda zigota hosil bo'ladi. Demak, aynan urug'langan tuxum hujayralardan zigota hosil bo'ladi. Zigota keyinchalik sporangli band va sporangli hosil. Sporangli band va sporangli. Sporangida ko'p miqdorda sporalar yetiladi. Sporalar yetilgandan so'ng sporalar o'sha nam tuproqqa, ya'ni qulay muhitda tuproqqa tushadi. Tuproqqa tushgan sporadan dastlab yashil ipcha hosil bo'ladi. Yashil ipcha hosil bo'ladi. Va yashil ipchada kurtaklar paydo bo'ladi. Xo'p, hosil bo'lgan har bitta kurtakchalar yosh hunarli yo'silni hosil bo'ladi. Ya'ni hayot sikli quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Endi bizda testlarda tushadigan holatlarga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni yo'sillarda jinsiy va jinsiz bo'lgan gallani, ya'ni ko'payishda aynan jinsiy yoki jinsiz bo'lgan, ya'ni
ko'payishning ma'lum bir etapini jinsiy bo'g'in, ma'lum bir etapini jinsiz bo'g'in tashkil qiladi. Va shularda bizda gametofit degan va sporofit degan tushunchalar bor. Gametofit. Gametofit nima? Gametofit bu jinsiy hujayralar yetiladigan qism. Ya'ni masalan mana bu qism bizda dastlabki yo'si bu gametofit hisoblanadi. Nimaga? Unda jinsiy hujayralar arxegoni va anteridiyalar yetilyapti. Shuning uchun mana bu zigota hosil bo'lgungacha bo'lgan jarayonlarimiz barchasi gametofit bo'g'in hisobiga sodir bo'ladi. Zigota hosil bo'lgandan spora hosil bo'lgungacha bo'lgan davr bu sporofit bo'g'in hisoblanadi. Jinsiz bo'g'in bo'ladi. Mana bu sporofitda spora yetiladi, gametofitda zigota yetiladi. Jarayonni quyidagicha oddiyroq qilib olishimiz mumkin. Gametofit bizga zigotani yetkazib beradi. Zigota sporofitni yetkazib beradi. Hop, sporofit. Sporofit sporani yetkazib beradi. Spora gametofitni hosil qiladi. Ya'ni hayot sikli quyidagicha ko'rinishda ketadi. Demek yo'sillarda ko'payishda jinsiy va jinsiz bo'g'in yallanishi hisobiga boradi. Jinsiy bo'g'in ustunlik qiladi. Dastlab jinsiy bo'g'in gametofitda arxegoni va anteridiyalar yetiladi. Yetilgandan so'ng tuxum hujayralar spermatozoidlar urilyapti, jarayon suvda amalga oshiryapti va zigotani hosil qilyapti. Zigota mana bu qismlarda bo'lsa, o'sha sporofitni hosil qilyapti. Sporofit sporangiya sporangiyadan tashkil topgan bo'ladi va sporangiyada spora yetiladi. Yetilgan sporalar nam tuproqqa tushgandan so'ng yashil ipchani hosil qiladi. Yashil ipchada kurtak paydo bo'ladi. Har bitta kurtakdan keyinchalik yangi funariya yo'sini hosil bo'ladi. Va bizda gametofitdan zigota hosil bo'ladi, zigota sporofitni hosil qiladi, sporofit sporani hosil qiladi, spora keyinchalik yana gametofitni hosil qilib ketadi. Ya'ni yo'sillarning ko'payishi quyidagicha bo'ladi.